Mirza Fozil va Shukrona bugun Tift universitetiga 2 yilga 50% grant asosida o'qishga qabul qilindim. Bunga sabab meni 6,5 IELTS'im va oltin medalga maktab tamomlaganim bo'ldi. Bundan tashqari men davlat universitetiga ham kirganman, lekin men Tiftni tanlashim sababi bu yerdagi qulayliklar va 2+2 programmasi bo'ldi va men bu yerga student bo'lib qabul qilinganimdan juda ham xursandman. Hammaga salom, men ismim Suhrob Yo'lmatov. Men TFT universitetiga 25% grant bilan IELTS'im 6 bo'lganligi uchun grant yutdim. 2 yillik grant yutdim. Men Tift universitetida 2 yillik 100% grantini qo'lga kiritdim. Salom, men ismim Kamol. Maktabda oltin medal yutganim sababli va IELTS'dan 7,5 olganim sababli shu universitetga Tiftga iqtisodiyot yo'nalishiga butunlay ingliz tilida o'qiladigan xalqaro guruhga qo'shildim va grant asosida o'qib boraman. I have chosen this university because from what I heard and learned during my research, the environment is conducive to productive study, the teachers and lecturers are all on a high level, and that they clearly support their students. So in the future, I really hope that I will be able to gain enough knowledge to start and work in my career. I'm really happy that I was accepted to Tift University through grants, and I really hope that in the future I will be able to repay the trust that they gave me. Men Anvar Mahliyo. Bu yil maktabni bitirib, mana shu institut haqida ko'p eshitdim, ko'pchilikdan eshitdim. Keyin shunga o'qimoqchi bo'lib kirdim. Keyin birpasdan keyin shu ijtimoiy tarmoqlarda grant haqida ham ma'lumot berishdi. Shu baxtimga o'tgan yil IELTS olgandim. IELTS'im tufayli 2 yilga 25% grant yutdim. Farzandim Mamadaliyev Davronni oilalarni bilaman. O'tgan yili biz IELTS'ga harakat qilib 2 yil bolam o'qidi IELTS'da. Xalqaro munosabatlar yo'nalishiga topshirdik. 2 yilga 50% grant yutdik. Rahmat sizlarga ham.